Sizler mi? Postlar yaptınız. Sen aldın. Portçadan onday çıktım. Aşağıdan çıkıp görsem Portçadan. Başını saldın. Onday çıktım. Sekip düştün aşağıdan ha? Parma. Aman ayakta düştüm. Şu? Oldu. Başka sizlere soracağım. Alsınlar gördünüz ha? Dolgun da satıp ben de aldım. Uchrashgan. Sen kirgan mahalda qiz qimilladimi, qimillamadimi? Baribir reaksiya bo'ladi-da qizda. Qizni betida yostiq yopilib turardi. Yostiq yopilib turardi. Men bordim, shashilib qo'limda pichoq tortdim. Mana shu qarshilik qilgan yo'q. Qo'lini ham ko'tarmadi, bo'ynini ham qimillatmadi. Jag'ini ushladim, pichoq tortdim, chiqib ketdim. 1 minutda ayni sekunda. Qizni ustini jastik ekan. Boshini jastik, yuzini jastik olgan. Jastik bor ekan. Qo'shib bergan. Padushka. Mana padushkani ol. Bunday gapirib turgan ekan. Shunda javul turgan. Ona boya pichoqni. Pichoq qana bog'i kaltaga. Qanday oldi? Jag'ini ushladim, mana shu pichoqni teskari ekan, o'ng qo'ldan mana shu pichoq tortib oldim. Sen o'sha padushkanın üstünden uşadın mı? Padushkani ko'tarib turgan jag'idan ushading. Jag'i bilan bunday turgan ekan, buni bosh tushib. Jag'i bilan bunday turgan ekan, men jag'idan bunday ushladim, bosdim. Jastik o'shanchalar turdi. Жаздық o'sha oydan qaldimi? O'a. Betin bir ko'rdingmi ochib? Çok açıp görgem yok. Boshqa so'rovlar jo'q sizlarda? Qalslar. Qalslarda Sizlarda savol bor bo'lsa Bolalar so'rov bo'lsa berib bersangizlar bo'ladi. Buna hozir воспроизведение yo'q. Sen qilgan nima deb qo'ying? Mirza? Sizlar bu yoqqa chiqsangizlar, qalslar. Sen kech Sizlarda so'rov jo'qmi? sen kech ko'rgan nimangda? Tushunmagan so'rovlar Qilgan bo'lsa ishim bersangizlar uchun bo'ladi. afsuslandim deding-a? Qilgan ishim uchun asha chiqib ketgandan keyin afsusladim, bekor qildim shu ishni. Atdan qildim, bari bunday ekanmaydi. Mol yerden girdiniz mi? Hazır görsötüp beribasiz boşon qanday qilib kirgeningizni. Görsötüp bersangiz. Ya'ni qan toshdi. Aynek deyim, qanday qilib açtı abi? Aynen gözü açık koygan. Sen Kız açgan edi, bilmez. anat Şu telefon fenerin önüne kıyganımda aynekte açtı. anan emne qildingiz siz? Ben kirdim. Görsötüp bersangiz qanday qilib kirdingiz mi? Qanday qilib kirdingiz? İçinde kirdim. Aha. Giriniz bana qarşı şöyle. Anan emne qildingiz? Bu жаққа kirgenden keyin. Hizmet ettirdik ya. Ha. Kengirliğe aytып o'tsangiz? Hizmet ettirgen ekan. Manette bitti divan turur ekan, manette bitti divan turur ekan. Aha. Kız bilan manette yaplaşıp nima qildi? Ne deb gaplashdingizlar? Qanday siz yaxshimisiz dedim. Yaxshi deb nima qildi. Siz o'zingizni ne deb tanishtiryapsınız? Men Murodjon kirgizayotganda atini nima deb kirgizuvdi? Jahongir agar so'rab qolsa Jahongirman deb qo'yasan dedi. Aha. Keyin bo'pti dedim. Men atim aytganim yo'q, kirdim. Kirib nima qilib quchoqlashib nima qildim. Keyin Qayerda quchoqlashdingiz? Mashetdi. Anam, Keyin joyiga o'tdik. o'tib ko'rsatib bersangiz o'sha Anam, Joyda keyin al jatdi o'ja, siz jatdingiz. O'shani kengirroq aytib o'tsangiz. ikkalamiz o'tirdik, birinchi o'tirib keyin yotqizdim. Yotqizib keyin so'shin chechaylik dedim, chechdik. So'shin Ko'rsatib beringiz. Qancha o'tirding? Qancha o'tirdingiz? martada o'tirganmiz. Al qayerda o'tirgan? U motomonda o'tirgan. Ha, anam. Keyin so'shin chechdik. Ko'rsatib bermaysiz o'shani. Shunda qizni o'tirg'izsana. Maket. Maket o'tirdi. O'ydan uzluyor. Qizni shuni chechintirdim, qiz jotdi. Qiz sizning ostingizda jatdi u. O men unda jinsiy aloqada bo'laman desam, men qiz bolaman dedi. Do'da keyin men chatiga bo'shandim. Chatiga bo'shanib jinsiy o'sha nima qildim. Keyin men Murodjonga SMS yozdim. Shu yerda turib yozdingizmi? Bu yerda yotganimizda bu yerda ukasi jutalib qoldi. Qo'rqib ketdim. Kim bu desam ukam dedi. Do'da o'g'ani ketmay desam o'g'am deydi. Javob bo'lmaydi dedi. 8 qancha yoshda desam 8 yoshda dedi. O'lib turdi.
Keyin men Murodjonga soобщение yozdim. Ukasi bor ekan 8 yoshda deb. Keyin oradan bir 10 minut o'tib telefon chaldi. Qiz mo tomonda o'tirib, men bu tomonda o'tirdim. Qiz mo tomonda o'tirib, men mo tomonda o'tirdim. Keyin qizni ustida adyol bor edi. Kindidan pastdan adyolda to'sib turadi. Adyolda to'sib turib, keyin Murodjon telefon qilib nima qildim? U kirdi. Derazadan kirdi. Shuni derazadan kirdi, qiz adyolni chap ko'tarib oldi. Adyol fonga urib oldi. Kim bu dedi. Tanimayman, bilmayman desam, sen jim tur deb turdi. Sen bor chiqib ket dedi. Keyin men chiqib ketdim. Qanday qilib qayoqdan chiqib ketdingiz? Yana shu O'sha chiqqan joyingizni ko'rsatib bersangiz, qanday qilib chiqib ketganingizni?